Demak, quyida keltirilgan chizmada bizga mana gorizontal va frontal tekisliklar, ya'ni fazoni 4 ta choragi keltirilgan. Bu yerda 4 ta chorakda joylashgan nuqtalarni ko'rishimiz mumkin. Mana A nuqtamiz birinchi chorakda joylashgan, bu A nuqta. B nuqtamiz ikkinchi chorakda, S nuqtamiz mana aylantirib kuzatadigan bo'lsak, 3-chorakda joylashgan S nuqtamiz. D nuqtamiz esa 4-chorakda joylashgan. Bu chizmalarni, demak, nuqtalarni 4 ta chorakda joylashuvi hamda ularni proyeksiyalari keltirilgan. Demak, A nuqtamizda mana gorizontal proyeksiyasi A1 shtrix, frontal proyeksiyasi A2 shtrix. Bu fazoviy chizmasi bo'lib turib, biz demak buni epyurga o'tkazadigan bo'lsak, demak chizmamiz qay holatga keladi? Mana epyurda mana bu gorizontal proyeksiya, gorizontal proyeksiyalar tekisligi demak frontal proyeksiyalar tekisligiga jipslashadi. Natijada nuqtaning gorizontal proyeksiyalari birinchi hamda 4-chorakda turgan A va D nuqtalarni gorizontal proyeksiyalari mana kuzatishingiz mumkin. Tekislik pastga tushyapti, gorizontal tekisligimiz, uni orqa tomoni esa frontal tekislikka qarab yuqoriga ko'tarilyapti. Bundan ko'rishimiz mumkin, mana A1 shtrix hamda D1 shtrix pastga tushyapti. Orqa tomonidagi esa demak 2 va 3-chorakdagi S hamda B nuqtalarimiz yuqoriga ko'tarilayotganini kuzatishimiz mumkin. Mana shu holatda tekisligimizni, gorizontal tekislikni frontal tekislikka olib kelib jipslashtiradigan bo'lsak, mana nuqtalarimiz, chizmamiz endi fazoviy ko'rinishidan epyur holatga keldi. Mana shu chizmani biz demak chizmamizni epyuri derkanmiz. Mana. Xo'p, orqaga qaytamiz. Mana bu holatda esa demak fazoviy ko'rinish. Demak, bizga shunday masala berilgan bo'lsin. Nuqtaning berilgan koordinatalari bo'yicha ularning yaqqol tasviri va proyeksiyalarini chizilsin degan demak masala berilgan bo'lsa. Bu yerda demak koordinatalari beriladi. Mana koordinatalarni ko'rishimiz mumkin. A nuqtamizning koordinatalari 10, 20, 25. B nuqtaniki 20, minus 15, 25. S nuqtaniki 35, minus 10, minus 30. D nuqtani koordinatasi esa demak 50, 15, minus 25. Birinchi keling mana fazoviy chizmasini chizsak, mana shu koordinatalarga asoslanib demak fazoviy ko'rinishini quradigan bo'lsak. Buning uchun A nuqtani koordinatasi x, mana koordinata boshidan, mana bu y va z o'qlarni uchrashgan nuqtasi koordinata boshidan x o'qi bo'ylab mana bu yo'nalishda demak x koordinata A nuqtaniki 10 ekan, 10 o'lchab qo'yamiz mana shu x o'qi bo'ylab. Aytaylik, mana shu yerga keldi. Demak y masofasi 20 deyapti. Demak y agar musbat bo'lsa mana oldi tomonga o'lchab qo'yamiz. Manfiy bo'ladigan bo'lsa mana ikkinchi chorakga o'tib ketadi. Bu orqa tomonda bo'ladi. Demak nuqtamiz mana musbat ekan ishorasi, y o'qiga parallel qilib mana bu yo'nalishda, y yo'nalishda demak 20 masofa o'lchab qo'yamiz. Mana shu yerda demak A nuqtani gorizontal proyeksiyasi hosil bo'ladi. Demak z koordinatasi 25 ga teng ekan. Mana shu nuqtadan yuqoriga demak z masofa, z o'qi bo'ylab, ya'ni z o'qiga parallel qilib 25 masofani o'lchaymiz lineyka yordamida. Hosil bo'lgan nuqta bizda demak A nuqtani frontal proyeksiyasi A2 shtrix bo'ladi. Demak mana shu ketma-ketlikda har bitta nuqtani o'lchab qo'yib chiqamiz. Bo'lmasam boshladik mana. Xo'p, mana o'lchab qo'ydik. Qizil rangda mana ajralib turibdi. Demak bu bizda 10 mm ga teng.
masalamiz shartida x 10 ga teng ekan. Mana x o'qi bo'ylab 10 o'lchab qo'ydik. Xo'p, bu nuqtani AX deb nomladik. AX dan endi y o'qi bo'ylab 20 masofani o'lchab qo'ydik. Mana ko'rishingiz mumkin 20 masofa. Demak, bu nuqtamiz gorizontal proyeksiyasi bo'ldi A1 shtrix. Endi AX o'qidan Z o'qi bo'ylab 25 masofa o'lchab qo'yadigan bo'lsak, mana bu demak A nuqtani frontal proyeksiyasi A2 shtrixni aniqladik. Mana endi A1 hamda A2 nuqtalardan bog'lovchi chiziqlarni mana bu yo'nalishda olib chiqadigan bo'lsak, demak bu Z o'qiga parallel olib chiqsam, mana A2 dan Y o'qiga parallel chizadigan bo'lsak, bu ikkita bog'lovchi chizig'imiz uchrashgan nuqtasida bizga demak nuqtani fazodagi o'rnini beradi. Demak, mana xo'p, bu chiziqlarni mana chizdim. Demak, uchrashgan nuqtasi bizga A nuqtani fazodagi o'rnini berdi. Demak, bundan ko'rishimiz mumkin, mana uchala ishorasi ham koordinatalari plyus bo'lsa, demak nuqta birinchi chorakda bo'lar ekan. Xo'p, B nuqtani koordinatalarini quramiz. Xuddi shu ketma-ketlikda. Koordinata boshidan B nuqtani x koordinatasi 20 ga teng ekan. Mana shu yerdan, mana bu yerdan demak 20 masofani o'lchab qo'yamiz. X o'qi bo'ylab mana buni demak o'lchab qo'ydik. Qizil rangda ajralib turdi mana. Xo'p, shu yerdan demak -15 deyapti. Endi -15 bizda y'imiz minus bo'lsa, mana orqa tarafga o'tib ketadi. Demak, -15 mana bu yerdan bu hosil bo'lgan nuqta bizda bx deb nomlaydigan bo'lsak, mana bx deb, bx dan minus tarafga mana y ni 15 o'lchab qo'yamiz. Mana bu y minus tomonga, demak nuqtamiz orqadagi ikkinchi chorakka qarab o'tyapti. Demak, mana shu tomonga demak biz masofani o'lchab qo'yamiz. -15 masofani. Bu nuqtamiz bizda B1 shtrix bo'ldi. Endi bx dan z koordinatasi bu nuqtani 25 ga teng ekan. Bu demak yuqoriga o'lchab qo'yamiz 25 masofani. Mana balandligi, mana shu nuqtamiz bizda B nuqtani frontal proyeksiyasi B2 shtrix bo'ldi. B1 hamda B2 lardan bog'lovchi chiziqlarni mana o'qlarga parallel qilib yo'naltirsak, mana B2 shtrixdan Y ga parallel chizamiz. B1 shtrixdan Z ga parallel chizamiz. Bu chiziqlarimiz, bog'lovchi chiziqlar uchrashgan nuqtasi bizga B nuqtaning fazoviy o'rnini beradi. Mana bu chiziqlarni chizdik hamda B nuqtani fazodagi o'rnini aniqlab oldik. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, B nuqtamiz ikkinchi chorakda ekan. Ishoralar plyus, minus, plyus bo'lsa, nuqta ikkinchi chorakka tegishli bo'lar ekan. Xo'p, S nuqtaga keladigan bo'lsak, S nuqtani koordinatalari x, mana koordinata boshidan x masofani o'lchayman, 35 ga teng ekan. Demak, mana bu tomonga 35 ni o'lchab qo'yamiz. O'lchab qo'ydik. Mana bu S x bo'ldi bizda. Endi y koordinatasi -10 ekan. Demak, -10 mana orqa tomonga o'lchab qo'ydik. Bu bizda S1 shtrix bo'ldi. Endi z koordinatamiz ham ishorasi manfiy ekan. Bu demak -30. Mana shu Sx dan endi mana z yuqoriga plyus, pastga esa minus. Demak, mana shu Sx dan pastga tomon yo'naltirsak, bizda masofasini 30 o'lchab qo'yamiz. Bu yerda demak S2 shtrixni aniqlaymiz. Xo'p, mana S2 shtrixni ham aniqlab oldik. Endi S1 hamda S2 shtrixlardan bog'lovchi chiziqlarni olib chiqadigan bo'lsak, mana S1 dan Z o'qiga parallel chizamiz. S2 dan Y o'qiga parallel chizamiz. Bu bog'lovchi chiziqlarimiz o'zaro uchrashib, demak bizga S nuqtani fazodagi o'rnini aniqlaymiz. Mana S nuqtani aniqlab oldik. Xo'p, S nuqtamiz ko'rinib turibdi. Demak, 3-chorakka tegishli nuqta bo'ldi. Ishoralar plyus, minus, minus bo'lsa, demak nuqta 3-chorakka tegishli ekan. 4-chorak, demak D nuqtaga keldik. 4-nuqtamizga D nuqtani x koordinatasi, mana koordinata boshidan o'lchayman.
Mana shu yerda demak D 50 ga teng ekan. 50 ni o'lchaymiz. Y'imiz 15 ekan. Demak 15 bo'lsa plyusdan oldi tarafga. Mana Y o'q bo'ylab o'lchaymiz 15 ni. Xo'p. Z minus 25 ekan. Demak mana shu nuqtadan pastga minus Z tomonga 25 ni o'lchab qo'yamiz. Mana shu vazifani bajaramiz. Mana o'lchab qo'ydik 50 masofani. Bu nuqta bizda dx bo'ldi. Dx dan 15 masofa o'lchab qo'yamiz. Y o'qi bo'ylab bu bizda D1 shtrix. D nuqtani gorizontal proyeksiyasi. Z o'qi bo'ylab demak ishorasi manfiy bo'lgandan keyin minus 25 ni pastga o'lchab qo'yamiz. Dx dan boshlab mana shu masofa bizda demak 25 bo'ldi. Mana minusdan teskari ishora manfiy bo'lgani uchun pastga o'lchab qo'ydik. Bu nuqta bizda D2 shtrix bo'ladi. D2 shtrix bilan D1 shtrixdan bog'lovchi chiziqlarni olib chiqadigan bo'lsak, mana o'qlarga parallel qilib bu nuqta demak kesishib, bu chiziqlarimiz mana kesishdi. Bu yerda demak hosil bo'ldi D nuqtani fazodagi o'rni. Bundan ko'rinib turibdiki, D nuqtamiz 4-chorakka tegishli nuqta ekan. Mana chizmamizni fazoviy ko'rinishini qurib oldik. Mana bu demak buni aylantirib ko'radigan bo'lsak, mana nuqtalarimiz 4 ta nuqtamiz 4 ta chorakda joylashgan ekan. Xo'p. Endi bu chizmani fazoviy chizmasi bo'ldi, nuqtalarni proyeksiyalarni. Endi mana bu shu koordinatalarni endi qarang. Epyurda quradigan bo'lsak qanday bo'ladi? Buning uchun mana shu koordinatalarni A nuqtani koordinatasi mana x koordinatasi bizda 10 ga teng ekan. Koordinata boshidan mana x o'qi bo'ylab mana bu yo'nalishda 10 o'lchab qo'yamiz. Y koordinatasi 20 ga teng ekan. Mana y qaraydigan bo'lsak, y pastga plus, yuqoriga minus. Z yuqoriga plus, pastga minus bo'ladi. Demak bizda y ishorasi plyusdan 20 ekan. Demak mana shu yerdan pastga o'lchab qo'yamiz 20 masofani. Z koordinatasi esa 25 ekan. Mana shu nuqtadan x o'qidan Z o'qi bo'ylab yuqoriga o'lchab qo'yamiz. Mana shu lineyka yordamida o'lchab qo'yamiz. Demak shu ishni hozir mana bajaramiz. Qarang. Xo'p. Mana o'lchab qo'ydik. X masofani 10 qizil rangda ajratib turdi. Endi mana shu nuqtani AX deb nomladik. AX dan Y o'qi yo'nalishida demak 20 masofani o'lchab qo'yaman mana. 20 ni o'lchab qo'ydim. Bu nuqta bizda gorizontal proyeksiyasi A nuqtani. A1 shtrix bo'ldi. Xo'p. Endi AX dan Z o'qi bo'ylab Z koordinatani o'lchab qo'yamiz. Demak 25 ga teng ekan mana. Yuqoriga 25 ni o'lchab qo'ydik. Bu nuqta bizda A nuqtani frontal proyeksiyasi A1 shtrix bo'ldi mana. Mana shu tartibda demak A nuqtani epyurni quramiz. B nuqtaga keladigan bo'lsak, B nuqtani x 20 ga teng ekan. Demak koordinata boshidan mana bu yerdan mana bu yo'nalishda demak 20 o'lchab qo'yamiz x masofasini. Y masofasi minusdan 15 ekan. Demak y minus bo'lgani uchun mana yuqoriga minus 15 ni o'lchab qo'yamiz. Bu bog'lovchi chiziqlar demak o'qlarga perpendikulyar bo'ladi. Buni biz bilamiz. Xo'p. Z koordinatamiz 25, ishorasi musbat. Demak mana shu nuqtadan Z yuqoriga yana 25 ni o'lchab qo'ysak, bu frontal proyeksiyasini hosil qilamiz. Mana shu ishni demak mana bajaradigan bo'lsak, xo'p. Birinchi mana 25 ni o'lchab qo'ydik. 20 ni x koordinatasi shu nuqtadan A demak B nuqtani x dagi o'rni bo'ldi. Bx deb nomlaymiz buni. Endi Bx dan minus 15 y yo'nalishda o'lchab qo'yamiz. Mana minus bo'lgani uchun yuqoriga o'lchab qo'ydik. Bu nuqta demak B1 shtrix. B nuqtani gorizontal proyeksiyasi bo'ldi. Xo'sh. 25 masofani o'lchab qo'yadigan bo'lsak, Z koordinatasini ishorasi musbat bo'lgani uchun Bx dan mana yuqoriga demak o'lchab qo'yamiz. Bu mana 25 ni o'lchab qo'ydik. Bu nuqta bizda B nuqtani
frontal proyeksiyasi B2 shtrix bo'ldi. Mana B nuqtani ham epiurni qurib oldik. S nuqtaga keladigan bo'lsak, mana S nuqtani x 35 ga teng. Mana koordinata boshidan 35 o'lchab qo'ydik. Mana bu yerga keldi. Demak, bu nuqta S x bo'ldi bizda. S x. Y koordinatasi -15 ekan. -15 demak, yuqoriga o'lchab qo'yamiz. -10 ekan, uzr, 10 mm o'lchab qo'ydik. Bu nuqta bizda demak S 1 shtrix bo'ldi. S nuqtani gorizontal proyeksiyasi. Z koordinatasi minusdan 30 ekan. E'tibor bering, mana shu yerda adashtirmaysiz. Z minusdan 30 ga teng ekan, demak Cx dan pastga o'lchab qo'yamiz. Mana bu yo'nalishda -30 masofani. Mana o'lchab qo'ydik. Bu bizda demak S2 shtrix bo'ldi. Mana S nuqtani epiurni qurdik. Bu 3-chorakka tegishli nuqta bo'ldi. Mana shtrixlarga e'tibor berasizlar. Agar A nuqtamiz birinchi chorakda, 2 shtrix yuqorida, 1 shtrix pastda. B nuqtamiz ikkinchi chorakda, ikkala proyeksiyasi ham buni demak x o'qidan yuqorida joylashgan. 3-chorakdagi nuqtani demak proyeksiyalari o'rni almashib qoldi. Mana 1 shtrix x o'qidan yuqorida, 2 shtrix esa pastda joylashib qoldi. Xuddi shu ketma-ketlikda D nuqtani quradigan bo'lsak, mana D nuqta x o'qidan koordinata boshidan 50 masofa o'lchab qo'yamiz. Mana o'lchab qo'ydik. Bu nuqta bizda dx bo'ldi. Y koordinatasi 15 ga teng ekan. Demak, musbat ishorasi 15 ni mana pastga tomon o'lchab qo'ydik. Bu bizda D 1 shtrix, D nuqtani gorizontal proyeksiyasi bo'ldi. Z koordinatasi esa minusdan 25 ekan. Demak, bu ham pastga tomon o'lchab qo'yiladi. Dx dan boshlab 25 masofani o'lchab qo'yadigan bo'lsak, mana bu yerga keldi. Bu bizda D2 shtrix bo'ldi. Mana D nuqtani ham epiurni qurib oldik. Demak, nuqtalarni mana shu yerdan ham siz o'qishni bilishingiz kerak. Fazoviy ko'rinishida mana ko'rishingiz mumkin. Nuqtani nechinchi chorakda joylashganini buni kuzatish ancha oson, aniqlash. Epiurda esa ko'pchilik birmuncha qiynaladi. Nimalarga e'tibor berasiz? Mana shu shtrixlarga e'tibor berib, buni proyeksiyalarini qay holatda joylashganiga qarab nuqtani nechinchi chorakda turganini aniqlashimiz mumkin. Demak, mana A nuqta birinchi chorakda, B nuqta ikkinchi chorakka tegishli, S nuqta uchinchi chorakka tegishli, D nuqta to'rtinchi chorakka tegishli nuqtalar ekan. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, darslarimizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.